Chilonzor 9-kvartal. Rayhon milliy taomlarini shundoq yonida katta yo'lli yuziga yaqin joydan 2 xonali 5 etajli domimizni 5-etajdan mana shunaqa remonti tayyor bo'lgan xonadonimizni yaxshi narxlarda sotuvimizga chiqyapti. Bu lokatsiyani bilgan biladi. Rayhonni tikka oldida Mirzo Ulug'bek metroga ham yaqin joyda. Investitsiya qilishga yoki mana shunaqa zo'r lokatsiyada xonadon xarid qilib olib yashashga arziydigan joydan mana shunaqa xonadonimizda sotuvimizga chiqyapti. Da, bitta minusi bor, 5 etajni 5-etajda, lekin lokatsiya bo'yicha, narx bo'yicha juda ham zo'r. Xonadonimizning kirish eshigidan boshlab ko'rib o'tamiz. Bu yog'imizda kvartiramizga kirib kelish glавный eshigimizni, hop, koridor qismimizni, aboydan chiqqan alohida sanuzellarimiz joylashgan birinchi mehmonxonani ko'rib o'tamiz. Mehmonxonamizda ko'rib turganingizdek mana shunaqa chiroyli aboydan chiqqan, remont qilingan, TV zona uchun joylari ham qilib ketilingan. Bu yog'imizga divanli zona uchun chiroyli joy qilingan hamda mana shunaqa neobichniy aboyli follarimiz ishlatilgan. Qaranglar, 1,5 guchli balkonimizga, oshxonamizni ixchamgina qilib chiqazilib, kuxonniy mebellarimizni chiroyli qilib joylashtirilgan, xolodilnik uchun ham joy tashab ketilingan. Akfa romlada turibdi. 1,5 guchli balkon oshxona qilingan. Oldingi oshxona qismi hozirda yana bitta xona sifatida foydalanishga qoldirilgan. Bemalol bo'tdi bolajonlar uchun yana bitta yotoqxona qilsanglar bo'ladi. Позволяет qiladi mana bu xonamizni bolajonlar uchun. Skvoznoy planirovka bo'ladi, смешка plan. Bu yog'imizda esa spalni qismimiz. Spalnimizning ham razmeri yaxshigina 270 ga примерно 4 qancha 430 bo'ladi. Bu yog'imizda ham aboydan chiqqan mana shunaqa holatda. Pustoy holatda xonadonimizni olib turib, mebel texnikaga qo'yib, bemalol ko'chib o'tib, mazza qilib yashasangiz bo'ladi. Katta yo'lli yuzidagi dom ko'rib turganingizdek, faqatgina oldimizda nejloy bor. Mana shu daraxtlarimizning orqasida Rayhon milliy taomlari joylashgan. Sal nariroqda Mirzo Ulug'bek metro. Juda ham zo'r lokatsiya, topoviy lokatsiyada. Bu yerdan uy xarid qilib olsanglar, uyga qo'shib zo'r lokatsiya ham xarid qilib olasiz, chunki boradigan hamma joyingiz xonadoningizga yaqin bo'ladi. Studentlaringiz bo'lsa, ularga ham olib bersangiz juda ham zo'r. Bu yog'imizni, hop, dushi, stena полный kafel, dushovoy qilib qo'yilgan. Rakvinalari turibdi. Bu yog'imizda esa alohida bo'lgan hojatxona qismi. Stenasi полный kafeldan chiqqan. Xonadonimizni ko'rib chiqdik. 5 etajni 5-etaji, 48 kvadrat metr. Mana shunaqa kosmetika, yevro remont qilingan tayyor holatda mebel texnika qo'yib, bemalol oilangiz bilan mazza qilib yashashingiz yoki investitsiyaga narsalarni qo'yib berib, bemalol 550-600 dollardan mana shu xonadonimizni arendaga berib mazza qilib foydalansangiz bo'ladi. Xonadonimizning narxiga to'xtalsak, ushbu kvartiramizga 65.500 dollar narx so'rovimiz. Bu lokatsiyada bunaqa narxga xonadon chiqmaydi. Shu xonadonimiz 4 yoki 3-etajda bo'lganda mana shu holatini o'ziga ham 72.000 dollar bo'lardi. To'g'risi 70.000-72.000 dollar bo'lardi. 5-5 bo'lgani uchun yaxshi narxga qo'yib bera olamiz. 65.500 dollar срочно telefon qilib barakasini qiling.